Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiya dersi de kalıyoruz. Washington'dan sözleyimiz. Bugün çislağa 2024 yıl 4. ayının 18. günü haftaga Perşembe vatandaşım. Sizlerge bugün vaziyet doğrusida gap kılaylı desek, mesela bu gapni hazır kılışımız gerek, mesela tövbe. Ben nerede koydum da bunu? Hemen. Mesela hazır vaziyete neme deydi deseniz, 14. günü YouTube, halkılık peytle, ekranda Rusya-Ukrayna uruş meydanında Rusya armiyası turgan jaylaga 180 pay raketa yağmurda düştü deydi. Halkılık peytle. 34 minut ilgiri, hazır bunun artık olub ketdi, o vakit şuna olsun. 4. ayının 18. günü top. Dünyada hayran kalıdığan bir iş. Cungo Devlet Mahkemesi yerlik hükümetlerinin 5 türlük oğrunun oğurluk kılışı boyunca, şimdi kaptıcımı, 5 türlük oğrunun oğurluk kılışı boyunca pul toplaştırıştı. Merkezi maliyeni bütünley ulu uruşqa işiltediğen buldu. Hemmisi de Xi Jinping'in töhpisini merkez kılıdığan buldu. Suşağı 4. ayının 18. günü YouTube. Muşunun arkadalarında Çinpok'un bir söz yetip geldi, endi bunun sözüdün Selçuk his kılış mümkün adamla neme deydi deseniz hazır nurgulluğun generallar. Sani enek emes Cungo'da kol elindi ya ki kolga eliniş aldığı durdu deydi. Onun üstüge bu körsetken delil yakında Halk Vekiller Kurultayı'nın jığını eçildi, bu jığında daimi heyetler jığını eçildi, bu jığında Sabık Devlet Müdafiə Ministeri Li Shangpu'nun meselesi qarab çıkıldı. Şu ceriyanda mış generallarının hemisi kolga elinidu deydi. Ben oylap kaldım. Bu generallar tünügünlerdi kimi desiniz vatandaş? Halk Vekiller Kurultayı'da oturup kakarla harbi formalarını kiyip keşti ziyafetini yap kusaklı boğdap jığındı fikir kılıp kekirip oturup Muşundak ay bilen ötken generallar idi. Hazır Çinpok'un sözüyle bugünkü haberi Çinpok'un torbitede. Haberiga qarısınız bu kolga alıdı degende Suşavxanın sözüyle birleştirsiniz. Çünkü Kompartiyası uğraşık tayyarla kılıp atamdı dep sual koymayı turalmaysınız vatandaşım. Bu mana bugünkü vaziyet. Endi sizlerge sözleydiğimiz asası cihetten Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Avam Palatasi Cungo'nun növbəti İran'ın nefretini setib elişini cheklash qanun loyihasi ma'qulladi. Bu qaltis gap hamda nima ishga qaltis gap desangiz, Cungo ile İran'ın münasebeti yaqin, intayin yaqin. Shundaq ahvol aslida hozir İran'ın İsrailga tashlayotgan raketa bombalari bunun qiziq tarafi bordu. Yaki mubalığ tarafı vardı, o tarafını biz yine okumayız vatandaş mesela Canfınşıkı deydi, anda Vucemmin deydi, bunların gipçe hazır. Bu İran'da etilavatkan raketa İsrailiye zemini, İsrailiye teritoriyasıga yetip baralmayla İran'ın özünün iki kısmını asmandan düşüp yerde partlagan gap vatandaş. Çünkü bu raketaların hemisi Cungo teminleyen, Cungo'da yasalgan, Cungo'dan elip İran bu raketani İsrail'e kartıp atkan gap. Yani bu ola meyli mübalık olsun, meyli ulanın fikirçe kandak olsun mu şu haberlerin biri vatkallarının umumi cihetini etkanı siz biz Irak'tan karısak Cungo'da teknik degen zadı kançılık. Yakında oturup çıkan Huawei, Zhongxin degen teknik şirketlerinin hemisi Android'in keliş menbiini Amerika'dan elip teknika terakki kıldırıvatkan şirketler bulup çıktı o. Ardı bu doğruda cideller nait nurgun bop ketdi o. Hatta Huawei şirketinin başlığı Timito ayalının ismi kol gelindi ağırlıkta.
Muşu texniki kuchi bilan Jungolik yasab chiqqan raketaning yuqorqidagi ahvolda qoladiganligi rost. Ananga siz biz ishonamiz vatandosh. Endi bugun Iran bilan Jungo o'rtasidagi nefit savdosi bu bir besim. Jungo uchun bir besim, Iran uchun bir besim. Nefit savdosini cheklash qonun loyihasi. 4-ayning 18-kuni bu xabar Amerika Ovoz Radiosuning Xitoy til programmasida e'lon qilindi. Amerika Qo'shma Shtatlar Avom palatasi mushafda Iran Jungo energiyani import qilish qonun loyihasi ma'qul. Irandan ham nefit setib oladigan Jungoning pul muomala organlari bu qonun loyihada nishon qilindi vatandosh. Avam palatası Amerika Qo'shma Shtatlar 4-ayning 15-kuni kechda besib tushgan yuqori ovoz bilan ma'qullagan bu qonun loyihada Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentining mazgillik hukm qilish orqali Jungoning har qanday pul muomala organlarining Irandan nefit setib elishi va nefit mahsulotlarini setib elish ishlari bilan shug'ullandimi yo'q. Tekshirish ve hüküm qilishi belgilendi. Qonun loyihasi prezidentga berilgan huquq. Qonun loyihasida yani mundaq belgilendi. Amerika pul muomala organlari bunda savdo bilan shug'ullanmagan Jungo pul muomala organlariga hisob nomeri echib berish. Agar Jungo bosh shirkatlar İran'dan nefit almagan bolsa, bu savdoga qatnaşmagan bolsa, Amerika yani kamchilik qilib bu shirkatlarga Jungoga hisob etib berish, bank hisobot nomeri etib berish. Qatnaşgan bolsa buni tekshirish. Qonun loyihasida belgilendi, talab qilindi. Bu qonun loyiha 4-ayning 16-kuni Amerika Qo'shma Shtatlar Kengash palatasining muhokama qilib tasdiqlashiga yo'llandi vatandosh. Onun üstüge işçilarning manfaatini qo'g'dab, odil raqobatni kapolatga ega qilib, Prezident Joe Biden hukumati Jungoga qartilgan yangi savdo tadbirlarini e'lon qildi. Mavzuli xabar 4-ayning 18-kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden hukumati 4-ayning 17-kuni chorshanba Jungoga qartilgan savdo tadbirlarini e'lon qildi. Jumladan Jungo po'lat temir, alyumin mahsulotlariga Jungoning po'lat temir, alyumin mahsulotlariga tamojda beja qo'yish. Hatta Meksika davlatiga besim ishildi. Bugun andan tunigun ishlatgan besim Meksika davlatiga mesela Jungo'dan keladigan tovar mahsulotlar, mesela alyumin, po'lat temir mahsulotlari ko'pi Meksika orqali Amerikaga kiradi ekan, tunigun shu besim qatorida yoki shu fikr qatorida prezident Joe Biden Pennsylvania shtatida shundoq dedi, Meksika buni diqqat qilishi kerak degan bir jumla. Bugun kelgan xabarda hozir Meksika Jungo tovarlari, masalan, po'lat temir, alyumin buyumlarining Meksika orqali ikkinchi bozorga o'tishini cheklaydiganligini bildirdi vatandosh. Ma isbotni aytdingiz, javobni aytsiz keldi degan gap. Jungoning bu davlat orqali tamojni bejidan qechishini cheklash. Mesela Meksika orqali Amerika kirdi degan gap, bu tamojni bejdan qochdi. Ya'ni Amerika bevosita baja olmadi. Jungo mahsulotidan o Meksika orqali kirdi deydigan gap. Müşahede o'ttirg'i chiqdi ekan da vatandosh. Ondan Amerika Qo'shma Shtatlari prezident Joe Biden Pennsylvania shtatida po'lat temir ishchilariga nutq so'zlaganda yuqorqidagi e'lon qildi. Hozir buningga prezident o'zi bevosita qatnashdi bu masala. Po'lat temir, alyumin mahsuloti Jungoning tamojni beja qo'yish, asli buningga savdo vakili Katrin Taybir nima deyish kerak edi? Moliya ministri aralashmasami? Savdo sohasidagi Amerika arboblari, Amerika siyosiy arboblari bir nima deyish kerak. Hozir prezidentning o'zi o'ttirg'i chiqqan qaraganda ahvol
Jirik degan gap. Jiriklashgan ahvol degan gap. Yangi savdo tadbirlari konkret qaysi taraflarni o'z ichiga oladi? Amerika e'lon qildi. Bu taraflarga qarasangiz, endi 3 narsa ekan: po'lat ko'mir, elektrik mashina, endi yana nima? Elektrik mashina, po'lat ko'mir 3 xil mahsulotga tamojna bajo qo'yish. Yangi savdo tadbiri. Jungoning po'lat ko'mir va alyumin mahsulotlari tamojna bajo qo'yishni yuqori ko'tarish. Prezident Joe Biden Amerika savdo va kelishxonasining Jungoning po'lat ko'mir va alyumin mahsulotlariga hozir yo'lga qo'yilayotgan tamojna boj normasini 2 o'rlatish, ya'ni 25% tamojna bajo qo'yish. Odatda hozir Jungoning aşı mahsulotlariga qo'yilayotgan tamojna bajo Amerikaning savdo qonunining 301-moddasiga asoslanganda 7.5%. Asli alyumin Jungoning temir, po'lat, savdoda temir, po'lat mahsulotlariga qo'yilayotgan boj tamojna bajo 7.5%. Endi hozir prezident Joe Biden e'lon qildiki, buni 2 yuqori ko'tarish, hatto 3 yuqori ko'tarish, 25% boj qo'yish. Aksaray bir parça bayonotida mundaq ko'rsatdi. Po'lat ko'mir Amerika iqtisodining va davlat bexatarligining tavrigidir. Endi po'lat ko'mir hamma narsaga ishlaydi da vatandosh. Jungo po'lat ko'mir va alyumin mahsulotlari eşinde mahsulot va g'ayri bozor shakllik mablag' solganlikdan yuqori sifatli Amerika mahsulotlari texmi yuqori ko'mir gazi qo'yib etib ishlab chiqarish bilan shug'ullanishga majbur bo'ladi. Raqobat demak Jungoning mahsuloti kirdi. Amerika mahsulotlari bozorga raqobat bilan kirolmadi. Bu chog'da Amerikada ishlab chiqarish, bu temir, alyumin, po'lat ko'mir mahsulotlariga o'xshash mahsulotlarni ishlab chiqarishda yuqori darajada ko'mir gazi qo'yib o'tishga majbur bo'ladi. Demak, havoning bulg'uni shu yerdan kelib chiqadi degandek. Qo'yib o'tishga majbur bo'ladi. Bahoni tushirib o'tishga ham majbur bo'ladi. Demak, Jungoning alyumin mahsulotlari Amerika bozoriga kirdi, tuvan bahoda kirdi. Buning uchun Amerika Qo'shma Shtatlarining ishchilari va ishlab chiqargan po'lat, temir mahsulotlari va alyumin mahsulotlarining bahosini qo'yib o'tishga. Raqobat. Baho raqobatida qo'yib o'tishga to'g'ri keldi. Bunda ishchilar ziyon tortadi. Amerika Qo'shma Shtatlarining po'lat, temir sanoati, alyumin sanoati ziyon tortadi. Mushundaq paytda hozir prezident Joe Biden o'zi o'tirg'i chiqib, bu tamojna bejini va yangi savdo turlarini yoki Jungoga qaratilgan yangi savdo turlarini e'lon qildi degan gap. Hozir endi Amerika Jungo o'tirisi yana bir qatim savdo urushi boshlandi qandoq? Bu bir savol vatandosh o'tirib qo'yilgan. Hozir tunugun sizlarga nima degan to'q? 4 xil qarorin degan to'qotgan tunugunda 4 xil hozir bu savdo ishini qo'shgan vaqt hozir 5 xil, balki tunugun biz buni deb bo'lgan bo'lishimiz mumkin. 5 xil. O bir beşem deyli endi. Bunu beşem deb uning yoki uni qarab turib Jungo iqtisodiga ta'sir qilish va bir qilish deganlik emas. Endi buni hozir Jungo tasvirlaganda yoki bayonotchi Linjan e'lon qilgan suhbatida nima dedi desanglar biz o'chilish xarakterda muomala qilamiz. Yoki bu qo'g'dinish, savdo qo'g'dinish. Endi savdo qo'g'dinish degan gap xalqaroda bir-birini ayıplagan vaqtda davlatlar ishlatadigan so'z ekan bu savdo qo'g'dinish degan gap. Albatta buni qarasangiz asli qo'g'dinish. Masalan, seningdan kelayotgan po'lat, temir, alyumin mahsulotlari Amerika o'zi ishlab chiqarayotgan alyumin mahsulotlariga sifat jihatdan, baho jihatdan, ishlab chiqarish sharoiti jihatdan yuqorida ko'mir gazni qo'yib o'tish deganda aytganda
tahdid paydo qildi degan gap. Bu Amerikaning sanoatiga tahdid paydo qildi degan gap. Endi yuqorqidagi tadbirni qo'llanishning o'zi agar qo'llanish bo'ladigan bo'lsa, bu raqobat, sod raqobati normal ish vatandashim. Biroq buni Mauning hozir bizga ishlatgan besim dedi Mauning emas, Lingan Jungoning bayonotchisi bizga ishlatgan besim dedi. Masalan, jungoliklar qanday tushunsa, bu jungolikning ikkinchi ishi bo'lib qoladi. Endi oxirida yana bir xabarimiz, Beşir yetkizgan xabarda vaziyatlar qatorida unutib qoldik. Hozir 4-oyning 23-kuni Amerika Qo'shma Shtatlar davlat ishlar kotibi Antony Blinken Jungoni ziyorat qiladigan bo'ldi. Babak ziyorat qildiganligini hozir Jungo hukumatı yuqoridan tubangacha qarshi oladigan bo'ldi. Buni yaxshi pozitsiya deymiz vatandosh. Buni yaxshi pozitsiya deymiz. Turk so'zligani nima sizlarga Amerika Qo'shma Shtatlari davlat mudofaa ministri Lloyd Austin bilan Dongjun Jungo davlat mudofaa ministri suhbatlashganda qattiq qo'pollik qildi Jungoning davlat mudofaa ministri Dongjun. Ya'ni keldi gaplar. Bu yerda astorbatlarga nima chiqdi desangiz, bu qo'pollikni Dongjun Jungo davlat mudofaa ministri nima debdi? Urushamsa, kela. Xitoycha nima debdi? Da. Laydaba. O shunda degan gapda, urushamsa kela. Degandan bu hisobda nima? Qattiq yoki qo'pol muomala qilishdan olqib chiqdi degan gap. Ashula gaplarni bishiltibdi. Shundoq vaziyatda masalan, Jungo Amerika munosabati harbiy ishlar sohasida, harbiy ishlar aloqa munosabatlari sohasida ikki davlat mudofaa ministrlari so'zlashayotganda, mushundoq so'zlarning o'ttirg'i chiqqanidan qaraganda ikki davlat munosabati nozik. Ya'ni shundoq nozik, jiddiylik ichida turganda Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinkenning 4-oyning 23-kunidan boshlab 4 kun, ya'ni matarpananglan juma 1 kun yoki 2 kun emas, 4 kun Jungo'da ziyoratda bo'lishi bu qaltis gap. Jungo'lar qarshi olaman dedi, bu qaltis gap. Lekin bu yerda muhokama qiladigan barliq mavzularning ichida bir mavzu bor vatandosh. Siz diqqat qiling, biz diqqat qilamiz. Bir mavzu va o mavzu nima desa, Rossiya Jungo ittifoqdoshlik munosabati zada qandaq munosabat. Bu qatam davlat ishlar kotibi Antony Blinken mushuninga diqqat qiladi ekan. Yoki ikkinchi ma'noda aytsak, mushuni so'rashda qiladi ekan. Demak, bu yerda Jungo Rossiya ittifoqdoshlik munosabati deganda vatandashim tasavvuringizni qo'yutam. Men bu yerda birini so'zlamay tasavvuringizni qo'yutam. Bu gap, bu taraf, bu mavzu hemen davomli diqqat qilib sizlarga so'zlab kelayotgan mavzuga Rossiya Jungo munosabati. Uning ustiga ikkinchi tahlilimiz 4-oyning 23-kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinken Beijingni ziyorat qiladi. Jungoni 4 kun desangiz 6 kun nima? 23-kundan 26-27 ziyoratda bo'ladi deymiz. 4-oy tugidi deymiz. Yana bir diqqat qiladigan, bir baldaq o'rlab diqqat qiladigan qaysi nuqta vatandosh? 5-oyda. Vaqt aytilmadi, ya 5-da ya oxirida deyilmadi. Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin Beijingni ziyorat. Demak, prezident Vladimir Putin Beijingni ziyorat qilishdan burun Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Beijingni ziyorat qildi. Jarayon qiziqarli. Balki jarayon aktiv jarayon bo'lishi mumkin. Suhbat aktiv bo'lishi mumkin vatandosh. Qanday bo'lishidan qat'iy nazar hozir bu diplomatik faoliyatlar mushundoq o'rinlashtirilgan ekan, siz bilan biz diqqat qilamiz vatandosh.